bir hayotimizda guvoh bo'lgan voqea, bundan 20 yil oldin juda bir badavlat bir inson bor edi. Shu darajada badavlat ediki, uni qo'lidagi molini, hisob kitobini hattoki o'zi ham bilmas edi. Shu insonga Alloh taolo bir dard berdi. Bu Alloh taoloning sinovi ekan. Alloh taolo dard berib bu dunyodan o'sha inson erta ketdi. Hamma mol davlati, mol-u mulki, to'plagan narsasi hammasi o'zini ukasiga qoldi. Ukasi nima qildi? Ukasi o'sha yetim bolalarga 1-2 yil qaradi. Ana 1-2 yil qaragandan keyin sekin-sekinlik bilan unga berilingan, unga qolgan mana shu mol mulkni ko'tara olmadi. Yo'ldan chiqdi. Ichuvchi, chekuvchi, qimor o'ynaydigan bo'lib turib sekin-sekin yo'ldan chiqdi. Yetimlarni sekin-sekin moliga ko'z olay turib o'ziniki qilishni boshladi, sotishni boshladi. U yetim bolalar bu narsani ko'rib turibdi. Otasini vafotidan keyin 5 yil o'tib, otasidan hisob kitobi yo'q bo'lgan, hisob kitobini bilmaydigan darajadagi mol-mulk 5 yilning ichida qolmadi. Shuncha mol-mulk. Endi o'sha yetimlarni molini yegan inson hozirgi paytdagi eng jamiyatdagi hamma uzoqlashadigan, hamma qochadigan, eng bir til bilan aytib bo'lmaydigan darajadagi past bir holatdagi insonga aylanib qoldi. U yetim bolalar katta bo'ldi, o'qidi, ishladi, jamiyatda o'zini o'rnini topdi, jamiyatda insonlarga foydasi tegadigan inson bo'ldi. Hozir hayoti iziga tushib ketdi. Lekin yetim bolani haqqini yeb, yetimni moliga xiyonat qilib, yetimni molini o'ziga o'zlashtirib olgan kishini holi shu dunyodagi xorligi inson ko'tara olmaydigan darajadagi xorlikka tushib qoldi. Bu xorlik nima? Oila yo'q, bola chaqa yo'q, bolalar yo'ldan chiqib ketgan, o'zi bir kasallikka duchor bo'lib, o'lganim yaxshi edi deb osmonga terimilib yotaydigan darajadagi bir holatga tushgan. Shuning uchun azizlar, yetimga rahm qilishlik kerak.